Derazamdan kirgan nur, fonimda eski naqsh, telefonim ekranida yangi hayotga talpinish. Qora divan, oq devor, sokinlik men tomon, lekin ichimda g'oya, portlashga shay har qachon. Faqat surat emas bu, portlashga shay har qachon. Faqat surat emas bu, har bir kadrda dardim bor, ko'zlarimda aks etgan trend deganim mador. Yuzimni qo'y, dunyo ko'rsin kimligimni, musiqa qo'y, eshitlar dilimdagi sirni, million talpinish, har bir like bir palla hayot. O'zbek qizi internetda qilyapman isyon. Trendga chiqish bu shunchaki raqam emas, bu mening ovozim, boshqa hech kimda bunday sado yo'q. Bas, boshqa hech kimda bunday sado yo'q. Bas, montajda o'tgan tunlar, uyqu nima bilmayman. Qaysi filtr yarashar, tinmay uni izlayman. Chiroyli bo'lish shartmi yo, samimiyat yetadimi? Ekran ortidagi hislar odamlarga yetadimi? Har bir komment, har bir she'ri kichik bir qanot, kichik bir qanot. Mening raqamli bog'imda gullaydi endi hayot. Yuzimni qo'y, dunyo ko'rsin kimligimni, musiqa qo'y, eshitlar dilimdagi sirni, million talpinish, har bir like bir palla hayot. O'zbek qizi internetda qilyapman isyon. Trendga chiqish bu shunchaki raqam emas, bu mening ovozim, boshqa hech kimda bunday sado yo'q. Bas, boshqa hech kimda bunday sado yo'q. Bas, oyna qarayman, kim bu suratdagi qiz?